Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisiga o'tish miqdori salkam 5 milliard so'mga o'zgartirildi. Bu tadbirkorlarga imkoniyatmi yoki tushumni ko'paytirish imkonimi? Qisman javob ketdi, lekin menimcha batafsil javob berish kerak bo'ladi. Ya'ni soliq umuman olganda tadbirkorga imkoniyatmi bu yoki tushumni ko'paytirish imkonimi bu degan menimcha o'rinli savol berilyapti 5 milliard so'm masalasida. Marhamat. Rahmat. Endi soliq munosabatlarida soliq rejimlari degan tushuncha bor. Soliq rejimlarida soliq to'lovchiga soliq yuki deymiz. Umumiy topgan daromaddan qanchasini soliqqa to'layapti. Shunday. Shuni darajasi soliq yuki deyiladi. Har qaysi soliq rejimida soliq yuki har xil bo'ladi. Demak, agar biz 2019-yildagi siyosatdan boshlasak, biz bir xil soliq rejimiga o'tishimiz kerak edi va qo'shilgan qiymat solig'ini qilishimiz kerak edi. Hammaga umumiy belgilangan. Lekin bugungi kundagi islohotlarimiz shuni talab etdi-ku, demak, biz soliq to'lovchilarga imkoniyat berishimiz kerak ularni soliq rejimini, o'sha kam soliq to'laydigan rejimni ularga taqdim etishimiz kerak. Agar davlat Moliya vazirligi, soliq qo'mitasi manfaati nuqtai nazaridan, demak, biz uchun hamma qo'shilgan qiymat bir xil soliq rejimiga o'tsa. Lekin hurmatli prezidentimiz albatta biznes tomonidan qo'llab-quvvatladilar. Bugungi kundagi eng zarur chora, tadbir ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, ularni oyoqqa turishimiz kerak. Demak, davlat o'z daromadidan ularning foydasiga voz kechyapti. Demak, u o'zini qo'llab-quvvatlash uchun. Bu faqatgina soliq to'lovchilar foydasiga. Bu byudjetga emas.